Assalomu alaykum, videoni ko'rib turganlar. Bugun biz Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining virtual ta'lim tizimini saytini ko'rib o'tamiz. Buning uchun brauzerga Module Tools domeni bilan kirib sayt bilan tanishib o'tishimiz mumkin. Birinchi o'rinda bizga shunaqa oyna chiqadi. Hozir foydalanuvchidan chiqib ketamiz boshidan boshlash uchun. Mana ko'rib turganimizdek sayt ko'rinishi shunaqa. Biz birinchi bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan tilni tanlaymiz. 3 ta til mavjud: inglizcha, o'zbekcha, ruscha. O'zbekchani tanlaymiz. Sayt o'zbekcha ko'rinishga o'tgandan keyin birinchi bo'lib nima qilamiz? Ko'pchilik qanaqa foydalanishi to'g'risi tushunmagan. Hozir biz shuni ko'rsatib o'tamiz. Fakultet dekanatlari tomonidan berilgan jadvalda o'sha o'zimizni ismimizni to'g'risida login parollar berilgan bo'ladi. Bu login parollar kelasi ham foydalanuvchilarga qulaylik yaratish uchun bir xil qilib ishlab chiqilgan. Buni qaysi birini olishimizni farqi yo'q. Mana misol uchun bittasini kopirovat qilamiz. Saytga kirib, foydalanuvchi nomi degan joyga yozamiz. Parolni keyin mana tugmani bossak, bizning shaxsiy kabinetimizga kiradi. Shaxsiy kabinetda biz o'sha virtual ta'lim tizimida hozir davom ettirayotgan fanlarimizni o'qishimiz mumkin virtual tarzda. Bu shaxsiy kabinetga kirgandan keyin bizdan nima so'raladi? Birinchi o'rinda parolni qaytadan o'zgartirish. Ko'rib turganimizda o'sha parol login bir xil bo'lgani uchun foydalanuvchi nomiga nomi ham bir xil bo'lgandan keyin parolga, joriy parolga o'sha namdan ko'chirgan parolimizni qo'yamiz. Endi yangi parol yozish uchun bizga ko'pchilik so'rayotgan savollardan biri o'zini nimalari bor. Ya'ni parolni kiritish zaruratlari bizga birinchi bitta katta harf, bitta raqam, bitta belgi va 8 xonadan kam bo'lmasligi kerak. Yana qaytarib o'taman. Bitta katta harf, bitta raqam, belgi. Mana buni men yozib ko'rsatib qo'ygan. Inglizchada tushunsa bo'ladi. Mana yangi parolni yozamiz. 1 2 3 A undov kichkina harflar bilan beg zot. 1 2 3 A undov kichkina harflar bilan beg zot. O'zgartirishlarni saqlash tugmasini bosamiz. Mana parol o'zgardi. Parol o'zgartirib bo'lganimizdan keyin bizga yana yangi oyna ochiladi. O'zimiz shaxsiy kabinetimizga kiramiz, ya'ni davom etish tugmasini bosib sayt o'zini tanishtirish oynasi bilan ko'rinib turadi. Keyingisini bosib yana keyingisini bosamiz. Yana keyingisi. Endi to'g'ri qilib qo'ysak ham bo'ladi. Ko'rib turganimizdek biz o'zimizni shaxsiy kabinetimizga kirdik. Bu nimalardan tarkib topgan? Mana bu yerda o'zimizni profilimiz to'g'risida ma'lumot Bekzod Shohidullayev. Bu qo'ng'iroqcha belgisi bizga e'lonlar, har xil xabarlar to'g'risida nimalar kelganligini bildirib turadigan qo'ng'iroqcha. Bu yerda foydalanuvchi gruppalari
suhbatdoshlari to'g'risidagi ma'lumotlar. Xuddi bizning ism familiyamiz. Mana asboblar sonidan referens. Ma'lumotlarni tahrir qilish. Ma'lumotlarni tahrir qilish. Birma-bir tahlil qilib chiqamiz. Bekzod katta harf bilan. Shohillayev. Buni ko'rib turganimizda bizning o'zimizda hamma dandilarimiz keltirib o'tilgan. Mana use picture, fotosurat qo'yish. Aynan shu joydan biz o'zimizni nimamizga fotosurat qo'shib qo'yishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rinib turadi. Saqlashga bosib chiqib ketamiz. Uy sahifamga bo'limiga o'tib ko'rishimiz mumkin. Bizda hozir bitta tizimli tahlil fanidan virtual ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgan. Buni ko'rib o'tamiz, qanaqa ishlaydi, ishlash jarayonlarini tushuntirib o'taman. Xo'p, kirganimizdan keyin bizda shunaqa o'yinlar paydo bo'ladi. Keyingisi qilamiz. Tugatamiz endi to'g'ri. Bu yerda ko'rib turganimizdek boshlang'ich sahifa kursga kirish hisoblanadi. Har xil e'lonlar объявление bo'limida chiqib turadi. Bu tizimda o'qish qanaqa bo'ladi? Misol uchun bizga har xil turdagi mavzular keltirib o'tilgan o'sha fan yuzasidan shularni birma-bir o'qib o'rganib o'rganganlik to'g'risida yoniga mana ptichka turibdi. Ptichka qo'ysak tizim qabul qiladi. Keyin mana birinchi mavzu kirish tizim tahlil tushunchasi fan va texnika sohasidagi yutuqlar, axborot to'siqi, ba'zi bir boshlang'ich tushunchalar. Shuni ustiga bosamiz. Bu birinchi kirish qismi hisoblanib boshidan tushuntirilgan bo'ladi. Bu to'g'risidagi ma'lumotlarni hammasini o'qib o'rganib bo'lgandan keyin nazorat uchun savollar bo'limiga o'tamiz. U eng pastda turadi. Nazorat savollari bizga beriladi. Nazorat savollarini biz daftarga yozib yoki Word variantida tizimga o'zimiz yuklashimiz mumkin. Mana buni taqdimnoma holatida ko'rib turamiz. Taqdimnoma holati urinish bo'lmagan, chunki biz hali bu to'g'risida hech qanaqa ma'lumot yuklamadik. Baholash holati baholanmagan. O'sha biz yuklagan narsani tizimdagi kuzatuvchilar, ya'ni nazoratchilar to'g'ri yoki noto'g'riligiga qarab baholanadi. Avtomatik tarzda baholi ko'rinib turadi. Topshiriqni oxirgi muddati seshanba 7-aprel 2020-yil 12:00 gacha. Qolgan vaqt 3 kun 12 soat. Oxirgi o'zgartirishlar yo'q. Demak, vaqt oz qoldi. Shuning uchun iloji boricha tezlashtirib o'quv kursini o'qib tezlashtirib tashlash kerak. Taqdimnomani qo'shish. Ana endi mana shu savollarga javob yozib bo'lgan taqdirimizda taqdimnomani qo'shishga bosamiz. Taqdimnomani qo'shish bosganimizdan keyin bizda mana bunaqa oyna paydo bo'ladi. Bu oynaga biz o'zimizni o'sha yozgan konspekt orqali rasmga tushirgan rasmimizni yoki Word variantidagi o'sha savollarga bergan javoblarimizni yuklashimiz mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? Upload files bo'limida vibrate file. Misol uchun mana istalgan bir Word variantini hozir namuna sifatida
tashlab ko'ramiz. Yuklamaymiz oxirigacha. Sizlarga ko'rsatish uchun. Mana открыть tugmasini bosib, upload files. U fayl yuklanish jarayonida. Hozir bizga bu narsa kerak emas. Shuning uchun chiqib ketaveramiz. Bekor qilish tugmasini ham hozircha bosamiz, chunki biz savollarga javob yozganimiz yo'q. Shu tariqa o'qiladi. Birinchi mavzu bo'yicha test bo'limiga o'tishimiz ham mumkin. Birinchi mavzu bo'limida test qanaqa tarzda bo'ladi? Bizga testlar berilgan. Kursga qaytish. Kursga qaytganimizdan keyin birinchi mavzuni yakunlaganligimiz to'g'risida yoniga pitichkalarni qo'yib chiqamiz. Pitichka qo'yganimizdan keyin hozir pitichkalarni olib tashlaymiz. Ko'rib turganimizdek pastki qismida ruscha varianti ham bor. O'sha kursni tizimli tahlil, disiplina, sistemli analiz. Navigatsiyada biz navigatsiyadan foydalanish keyinchalik ko'rib o'tamiz keyingi videolarda. Bu yerda baholanish va boshqa turdagi nimalar bo'ladi. Keyingi beriladigan yana bir savollardan biri boshqa kurslarga, ya'ni boshqa fanlarga qanaqa qilib qo'shiladi. Hozir uni biz ko'rib o'tamiz. Mana sayt home'ga kirib, mening kurslarim, kurslar kategoriyasi. Kursga kirish uchun bosing tugmasini bosamiz. Tizimli tahlil uchun barcha kurslarni ko'ramiz. Bakalavriat, magistratura, bakalavriat tanlaymiz. 3-kurs bo'lganligimiz uchun 3-kurs bo'limiga o'tib o'zimizga o'tilayotgan fanlarni qarab chiqamiz. Web ilovalarini yaratish. Sozdание web-приложения. Ustiga bosamiz. You cannot enroll yourself in this course. Siz bu kursga qo'shila olmaysiz deyapti, chunki buni ichida ma'lumotlar yetarli emas menimcha. Kursda ma'lumotlar to'ldirilgandan keyin qo'shilish imkoni paydo bo'ladi. Davom ettirish bosamiz. Xuddi shu tariqa qolgan kurslarni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Multimedia injiniring ko'ramiz. Meni yozing. Multimedia injiniring.
multimedia injenering darsi o'qilayotgan hammasiga o'tamiz. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek hamma narsa joylangan. Ruscha va o'zbekchada. Bu fanda ham ko'rib turganingizdek xuddi o'sha tizimli tahlil faniga o'xshab mavzular berilgan. O'sha mavzularni o'qib, o'rganib, yoniga petitsiya qo'yib o'qiganligimiz to'g'risida ma'lumot berib boramiz. Mana hozir biz multimedia injeneringi kursiga qo'shildik. Buni ko'rishimiz mumkin. Multimedia injeneringi tizimli tahlil bizda ikkita kurs mavjud hozirgi holatda. Tizimli tahlildan biz boya bitta petitsiya qo'yganimiz uchun mana hozir ko'rib turibsizlar. Ko'rib turganimizdek 1% ish amalga oshirilgan. O'sha hamma kurslarni o'qib o'rganib chiqqandan keyin bu bizani qanchalik ishlatganimizni mana bitta foiz bilan ko'rsatib turadi. Virtual ta'lim tizimidagi videomiz shundan iborat edi. Keyingi bo'ladigan savollarni keyingi videolarda ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Video yoqqan bo'lsa kanalga ulanishni unutmang va klass bosing.